Hamma video bor. Bagajni ochdim mana. Hamma kamera bor. Sen vaqtimni olasan. Qonunchilik bor. To'g'rimi? Belgilangan tartibda qonun doirasida ko'rib chiqsa bo'ladigan masala-da bu. Nega 102 telefon qilmadi? Shunday ichki ishlar xodimi kelardi, masalaga oydinlik kiritib, qonun doirasida chora ko'rilardi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda shuv-shuvga aylangan holat yuzasidan ijtimoiy tarmoq faollari 2 nafar blogerlar Yashnobod tumani ichki ishlar organlarini faoliyatini Moqlash boshqarmasiga olib kelingan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Siz borib vaziyatni to'liq o'rganmasdan, so'ramasdan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki 102 ga xabar bermasdan haydovchini bir necha marotaba qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan tepib jarohat yetkazdingiz. O'sha inson hozir shifoxonada. 2024-yilda sizga nisbatan aynan mana shu bezorilik 277-moddasi bilan chora ko'rilgan, ya'ni ikkinchi qismidan yana shu modda bo'yicha siz ko'chada hozir jamiyatda yurish-turish qoidasini qasddan buzib, shu O'zbekiston bir fuqarosini bir necha marotaba tana sohasi urib tashladingiz. Nima sababdan? Shoshib noto'g'ri ish qilib qo'ydim, shuning uchun pushaymonman. Kechiringlar meni. Otam, onam biz O'zbekiston. Hammalar kechiringlar. Bundan keyin agar nashaqa narsa taqalib qoladigan bo'lsa, xodimlarni chaqiringlar. Bo'lmasa oxir xunuk yakun topar ekan. Men so'kkanim yo'q uni. Qaraganda mana videoni tarqatamiz dedim-da. To'g'ri, og'zimdan bitta gap chiqdi. O'zim muammolarim bor edi. Har tomonlama kelib qoldim menga bitta. Taksist bolani men oxirida kelganim uchun qisqa so'radim. Nima bo'ldi dedim. Opasiga shilqimlik qilibdi deyishgani uchun men shoshib qo'yib, "Mana shu bola shilqim bo'ladi" deb qisqa, mazmunli 1 minutlik video chiqargandim. Va 40 minutdan keyin udalit qildim, chunki xatoyimni bittada tushunib yetgandim, ammo o'sha kechidi. Jabrlanuvchi hech qanaqa yomonligimiz yo'q, adovatimiz bo'lmagan. Vaziyatni sal noto'g'ri tushunib qolganimiz uchun, tezlashib ketganimiz uchun bo'lib qoldi. Eng katta xatoyimiz shu video meni shaxsan o'zimni shoshib chiqarganim bo'ldi. Noto'g'ri informatsiya berib video chiqarganimdan juda ham pushaymonman. Keyingi safar o'zimga kattakon dars bo'ldi. Qoraqamishdan chaqirishdi. Yuklar turgan ekan. O'zim ortda joylashtirib berdim. Jahl qilib o'tirdilar. Birinchisi bolasi o'ynab ketayotdi, teftashyapti, xalaq beryapti yurishga. Siz orqada turib bola xalaq qilsiz. Bola xalaq qilyapti, oynani ham ochib yubordi. Keyin aytdim, bolangizga qarang, xalaq beryapti bolangiz deb aytsam, bola ko'dyaptilar. Ha, xo'p deb yana ketayotsam, oldilariga chiqib ketyapti. Bola pameh berib, keyin chekkaga to'xtatdim. Teftashlikdan boshqa qiladimi? Men ketayotganimda pulni beryapman deb aytdilar. Bo'lib tushib qoling desam, boshqa chaqirasiz, men yopdim desam, ukalarimni chaqiraman, san hali dabdalangni chiqarishadi. Men 102 o'zim qilib qo'yganman. Ichki ishlar xodimiga o'zim xabar berganman deb aytdim. Keldi ukalari. Kelgandan keyin boshqa situatsiya meni zo'rlamoqchi bo'ldi. Basharamiy kamerasini olib kelib, videoga olib turdi. Har xil so'kinishlar bilan tuhmat qilishni boshladi. Bola kelib turib uryapti-da. Men o'tiribman mashinada. Ichki ishlar xodimi kelmaguncha tushmayman dedim mashinadan. Oxiri eshikni ochib tortmoqchi bo'ldi. Tushdim mashinadan oxiri. Nargisi ajratayotgandek bo'lib ushlab turibdi-da, unisi uryapti. U ayol kishi ham yopishyapti menga. Telefonimga yopishyapti-da bular video borligi uchun. Blogerlar kelyapti, basharamga tuplayapti-da, men eshikni ochib tuplab tashyapti. Ushbu holat yuzasidan Mingliyev Butayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qism B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanildi. Mingliyevning opasi Husanovaga nisbatan Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilgan. Tergov yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Shahrimiz aholisi mehmonlaridan, ayrim ijtimoiy tarmoq faollaridan noto'g'ri talqindagi, noto'g'ri asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'rab qolamiz. Qonun ustuvor, jazo muqarrar.